Hammaga salom do'stlar. Biz bugun Minecraftda olmos topish challenge. Biz bugun hozir daraxt chopishga kirishamiz. Daraxt chopib bo'lgandan keyin asta-tomga tushib o'zimizni rivojlantiramiz. Qani unda ketdik. Va shidrlarni yaxshilab ko'rib, FPS'lari yaxshi ishlayapti ekan. Unda tezroq bo'lib qilishga harakat qilaman. Crafting temir yasab olamiz. Bu video birinchi video bo'lgani uchun salgina hayajonlanyapman va verstagan bilan cho'plar olamiz va kirkani yasab olamiz. Voy, qish ketib qoldi, hozir to'g'rilab bo'ldi. Endi konga tushib, o'zimizga mining qilamiz. Crafting temir konga tushdik. Bu temirmi? Qanday temir olishga boramiz. Noldan o'zimga ko'p tashlab olaman. Chunki keyin temirlarimni pishirishga kerak bo'ladi. O'zimga o'quv qurollarimni ham toshdan yasab olaman. Bunda toshlar chopishga ketdik. Toshli kirkani yasab olamiz. Tapur bilan birinchi bo'lib kirkani yasab olamiz. Endi esa tapur. Va tapurni ham yasab bo'ldik. Endi temir olishga ketdik. Qanday tepaga chiqib bu eski kirkamiz bilan xayrlashamiz. Endi temir olishga ketdik. Temir shunchaki ekan. Bu mening birinchi temirim bo'ladi. Va temirni ham oldik. Picha yana tosh chopamiz. Tosh chopib bo'lganimizdan keyin tepaga chiqib o'zimizga yana ko'pgina daraxtlar chopamiz. Yo'q, bu yoq suv ekan bo'ldi. Endi esa orqaga qaytaveramiz. Voy, tepadan yiqilib tushdim. Endi hozir chiqib olaman. Bu yoqda katta kon. Keyin tushaman. Yo, bir ko'raychi ichini. Temir, olmoslar yo'qmikan? Hech narsa yo'q ekan. Unda tepaga qarab chiqaveraman. Va tepaga ham chiqib oldim. Voy, bundan chiqish mumkin emas ekan. Unda boshqa tomondan chiqib olamiz. Ana tepaga ham chiqib oldim. Endi ko'pgina daraxtlar chopamiz. Har xil daraxtlardan chopamiz. Terak, oddiy daraxtlardan chopib olamiz. Ko'pgina daraxtlar bu bizga yo'q qilishga ham kechqurun zombilar kelmasligiga o'zimizni himoya qilib olamiz. Kechqurun skelet, creeperlardan berkinish uchun o'zimizga qurib olamiz. Keyin bizga qo'ylar kerak. Qo'ylardan kravat yasab olib, kechqurun tez tunni o'tkazib olib qilamiz. Ertangi kunga yana tayyorlanib yuraveramiz. Ko'pgina daraxtlar bizga foyda beradi.
Agar sizlarga maktab videosi ham kerak bo'lsa, keyingi qismlarda chiqarishga harakat qilamiz. Uning uchun like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. 10 ta likedan keyin maktab videosi chiqadi. Albatta unga 2 kishi bo'lib qo'ldan kelguncha videolar yasashga harakat qilamiz. Sizdan faqat like va obuna so'raymiz bo'ldi. Qanaqda archa yurtdik ekan, unda biz ko'p daraxtlar chopishga ketdik. Va yana ozgina daraxtdan keyin bir stak daraxtimiz ham bo'ladi. Bitta dona daraxtdan 4 ta taxta chiqadi, bir stakdan esa 4 stak taxta chiqadi. Va ko'pgina taxtalar chopib olamiz. Va bir stak taxtamiz ham bo'ldi. Kichigina o'zimizga zaxiraga ham olamiz. Zaxiraga olsak ham yetmay qolsa kerak bo'ladi. Va unda endi arini shaxta ham bor ekan, shaxtaga tushib o'tirmaymiz. Bugunlar keyinga kerak divanga rang berish uchun. Bundan 2 ta chiqadi ekan. Qani 3 tasini qo'yaylikchi. Birlashtirib bo'ladimikan? Yo'q, bundan 3 ta ekan. Baribir yasab bo'lmasa kerak. Unda ketdik. Picha taxtalarga almashtirib olamiz hamma daraxtlarimizni. Daraxtlarimizni almashtirib bo'lganimizdan keyin asta qo'y izlaymiz. Va uje bir stak yig'ildi yog'ochlarimiz. Taxtalarimiz yig'ilib bo'ldi. Undan endi 4 stak chiqish kerak. 4 stak qilib bo'lganimizdan keyin qo'yni topishga ketamiz. Va 4 stak taxtamiz ham yig'ildi. Unda qani ketdik, qo'y yig'amiz. Qo'yni endi topishga ketdik. Yo'ldan qo'ylar chiqib olsa yaxshi edi. 3 ta qo'yni o'zi bizga yetadi. Sherzlarni ham yaxshilab ko'rib olib, PPSlar yaxshi ekan. Endi asa o'rmonni qidirib chiqamiz. Bu yoqda yozish ham bor. Agar kimdir bilmaganlarga tini bossa yozishga kiradi. Bu yerda ko'p modlar bor. Modlar orqali ham o'ynasangiz bo'ladi. Bu katta ko'l ekan. Ko'lda hamma suzsa bo'ladi. Biz va birinchi qo'yni topib oldik. Yana bizga 2 ta qo'y kerak. 2 ta qo'y shu atrofda bo'lsa bo'ladi. Bu shakar qamishdan daftar yasab olamiz. Daftardan esa qishloqiga bersak, pichilari daftarga izmirot beradi. O'sha izmirotdan o'zimizni kuchaytirib olamiz. Bu yerda ham yana kakras 2 ta bor ekan. O'shalardan qildik. 3-inchisi ham bor ekan. 3-inchisi ovqatini olib maza qilib yeymiz. Va undan yog'ochlarimiz ham chiqdi va buni oq rangga kirgizib olib, endi bizda 5 ta bor. Yana bitta kerak bo'lsa 2 ta yasab olishimiz mumkin. Va unda shu yerda hammaga xayr deymiz. Ikkinchi qism chiqish uchun like va obuna bo'ling.